siyosiy aktivlarimiz duch kelayotgan tanqid va hujumlar to'g'risida qisqacha muloyiza. Abdori Dr. Mamtimin. Muajiratdagi siyosiy da'voyimizning taraqqiy qilishi va Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarining vatanimizdagi vaziyatga bo'lgan diqqati va ko'ngil bo'lishining kuchayishiga ergishib, Xitoy hukumati va uning qo'lg'uvchilarining har xil buzg'unchilik harakatlari kuchayishga boshladi. Agar diqqat qilsak, yaqindan buyon Xitoy hukumatining vatanimizda yurgizayotgan razil siyosatlarini oqlaydigan tashviqot materiallarining ko'payishi bilan birga har xil ijtimoiy taratqularda da'voga bo'libmi da'voning oldida mengayotgan siyosiy aktivlarimizga qarta har xil salbiy uchur va hujumlarning ko'payayotganligini bayqaymiz. Gerçi siyasi aktivlarimizga qarshi salbiy uchurlar tarqıtıvatqan va ularga hujum qilayotgan o insonlarning soni bak ko'p bo'lmasimi? Biroq ular tarqatgan o salbiy uchur va hujumlar bir tarafdan bir qism siyosiy aktivlarimizning ro'y kayfiyatiga, normal hayotiga, xizmat va o'g'inish unimiga shundaqla ularning da'vodagi aktivchanligiga ig'ir ta'sir yetkazgan bo'lsa, yana bir tarafdan keng jamoat ichida har xil salbiy ta'sirlarni paydo qilmoqda. Siyosiy aktivlarimizga qarshi o'ttirg'i chiqqan o salbiy uchurlar va hujumlarning ba'zilari ismi jismi aniq bo'lgan ba'zi shaxslardan kelgan bo'lsa, yana ba'zilari ismi jismi aniq bo'lmagan. O'zlariga har xil chiroyli ismlarni qo'yib olgan atalmish o'qituvchilar bo'lib, ularning ba'zilari qasdan buzg'unchilik qilayotgan bo'lsa, yana ba'zilari hatto o'zining nima qilayotganligini, kimning foydasiga xizmat qilayotganligini farq etolmaydigan nadon, johil, radikal, psixikasi buzilgan va yoki hasadxo'r, ko'rolmas insonlar bo'lsa kerak. Biz ijtimoiy taratqularda siyosiy aktivlarimizga qarshi o'ttirg'i qo'yilgan o salbiy uchur va hujumlarni ko'rganda ba'zilarimiz aldirabli ularning hammasini xoinlarning qilmishi deb yakun chiqarsak, yana ba'zilarimiz o salbiy uchur va hujumlarga ergishib cho'qon ko'tirishdik. Ba'zilarimiz nima qilishni va kimning gapiga ishonishni bilolmay bir-birimizdan gumon qilishga boshlasak, ko'pinchimiz o uchur va hujumlarga nisbatan sukut qilishni tanladik. Hammamizga ayon bo'lgandek, vatandagi vaziyatning ig'irlashishi, vatandagi urug' tuqqan do'st birodarlar bilan bo'lgan aloqaning uzilishi, vatandan kelayotgan qabohatlik xabarlarning ko'payishiga ergishib, hammamizning ro'y kayfiyati va psixikasi ozdur, ko'pdur buzilmoqda. Ko'pinchimizda o'xshamagan darajada g'am, andisha, qayg'u, hasrat, nola, shikoyat, g'azab, nafrat, tushkunlik va umidsizliklar mavjud. Shu sababdan ba'zida o'xshamagan ko'z qarashlarimizni o'tirib qo'yganda va yoki tanqidiy fikrlarimizni berganda gap so'zlarga bak diqqat qilmay qarshi tarafni ranjitib qo'ydigan ahvollar mavjud. Shunga o'tirg'i tushgan o'xshamagan fikrlarga muomala qilganda oldi bilan cho'qim ularning hammasini fitna fasod va yoki o'zimizga qilingan hujum deb qaramay, ularning ichidagi bir qism yaxshi niyat bilan bergan taklif va tanqidiy fikrlarni farqlantirishimiz kerak. Chunki hammamizning yashagan muhitimiz
ko'rgan tarbiyamiz va bilim saviyamiz farqli bo'lgani uchun masalaga qaragan yo'nalishimiz, tanqid fikrlarni ifodalash usulimiz o'xshamasligi mumkin. Shu sababdan tanqid berish usulimiz hammamizga yiqib ketishi notayin. Hatto ba'zilarimizda xato tushuncha paydo qilishi mumkin. Undan boshqa da'vo har bir Uyg'urning da'vosi bo'lg'achqa, har qanday Uyg'urning da'voning to'g'ri yo'lda sog'lom yurishini kuzatish va uningga taklif fikr berish haqqi bor. Siyosiy aktivlarimizmi insonga qarab muomala qilmay, boshqalar o'tirg'a qo'ygan taklif fikrlarning samimiyatiga qarash kerak. Chunki da'vo shaxsiy da'vo emas. U xato yo'lga kirib qolsa, uning ziynini har bir Uyg'ur tang tortadi. Mening qarshimcha, siyosiy aktivlarimizga qarshi har xil salbiy uchurlarni tarqatayotgan va ularga hujum qilayotgan insonlarni tövandagi bir necha turga ayirish va yoki ularning sababini tövandagi bir necha tarafdan analiz qilish mumkin. Birinchi, ko'z qarash va ideologiyadagi farq tufaylidan ba'zi insonlar ko'z qarash va ideya jihatda o'zidan farqli bo'lganlarga va yoki fikr ko'z qarashlari o'ziga yoqmaganlarga har xil bo'xtonlarni chaplab, ularning obrazini xunuklashtirishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Yana ba'zi insonlarning siyosiy aktivlarimizni va yoki da'voning oldida mengayotganlarni maqsadlik yoki maqsadsiz holda mustaqillik talab qiladigan va mustaqillik talab qilmaydigan deb ikkiga ayirib, o'zaro hujum qilishga sabab bo'layotganligimi ko'z yumg'ili bo'lmaydigan bir haqiqat. Undan boshqa, agar diqqat qilsak, ba'zi insonlarimiz madaniyat saviya va diniy jihatdagi farqli ko'z qarashlar tufaylidan insonlarni faqat musulmon va kofir deb ikkiga ayirib, musulmon bo'lmaganlar bilan ishbirlikka ilib borganlarga o'xshamagan qarashda bo'lib, ularni biroqli inkor qiladigan va yoki ularga hujum qiladigan ahvollarmi mavjud. Ikkinchi, shuhratparastlik, hasadxo'rlik va qizg'anchiqlik tufaylidan da'vo ichidagi ba'zi insonlarimiz orasida o'zining da'vodagi o'rnining muhimligini namoyon qilish uchun maqsadlik va maqsadsiz holda o'zidan boshqa siyosiy aktivlarning siyosiy faoliyatlarini inkor qiladigan va yoki ularning obrazini xunuklashtirishga urinayotganlar bo'lishi mumkin. Uchinchi, tushkunlashish va umidsizlik tufaylidan vatandagi ig'ir vaziyatning uzunga so'zilishi sababidan ig'ir darajada tushkunlashish va umidsizlikka giribdor bo'lgan ba'zi insonlar millatning bu holga tushib qolishini da'vo qilayotganlarning iqtidorsizligi va yoki tashkilot boshliqlarining xalqni xato yo'lga boshlaganligidan deb bilib, ularga hujum qilish orqali o'z ko'nglini rohat qilishga tirishayotgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi, Xitoy hukumatiga ishlaydiganlar va yoki Uyg'urcha o'rgangan Xitoylar qasdan aramizda buzg'unchilik qilayotgan bo'lishi mumkin. Vatandagi Xitoy bexatarlik xodimlari vatandagi tuqqanlarga besim ishlatib, har xil yumshoq yoki qattiq taktikalarni qo'llanib, vatan sirtidagilarni Xitoy uchun xizmat qilishga majbur qilgan ahvollar o'ttirg'a chiqqan edi. Biz faqatla o'ttirg'a chiqqanlarni bilamiz. Biroq o'ttirg'a chiqmaganlari qanchalik? Ular qaysi davlatlarda va nima vazifalarni o'tayotadi? Biz ularni bak bilib ketmaymiz.
Ondan başqa pul uchun setilganlar va yoki Uyg'urcha o'rgangan Xitoy bexatarlik xodimlarmi har xil ismlarni qo'llanib, siyosiy aktivlarga va da'voning beshidagilarga hujum qilayotgan, ularning xalq ichidagi obrazni xunuklashtirishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Yuqarqı insonlarning bir qismi balki kimga ishinib, kimga agishishni bilmaslikdan yoki boshqalarning qaymoqtirishidan bilib bilmay shu xatoliklarni o'tkazayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zilar hatto o'zlarini millat uchun haqiqiy xizmat qilayotganlar deb hisoblashi mumkin. Biz o'z fikr va ko'z qarashlarimizni bayon qilish, jamoat fikri to'plash orqali ularning ba'zilariga ta'sir ko'rsatishimiz va ularni qilayotgan xato harakatlardan yondira olishimiz mumkin. Lekin ko'pinchisi ismi jismi yo'q, ko'langi bo'lg'achqa, ular o'z niyatidan yanmag'icha ularga ta'sir ko'rsatish va yoki ularni xato yo'ldan qutuldirib chiqish uncha oson emas. Bo'libmi bizga dushmanlik qilayotgan dushman kuchlarning maqsadi bizning ittifoqligimizni buzib, bizni ruhiy jihatdan vayron qilish bo'lg'achqa, ular qonunning jazosiga uchramag'icha biz ularni qilayotgan ishidan to'sib qololmasligimiz mumkin. Şoňa men köpçilikning bo'libmi har xil hujum va ruhiy zarbaga uchirgan siyosiy aktivlarning o'zlari duch kelgan masalalarga ruhiy jihatdan qanday taqobil turish to'g'risida o'z ko'z qarashlarini o'ttirg'a qo'yib o'tmoqchi. İnsanlar hayotida har xil moddiy va ma'naviy qiyinchiliklarga duch keladigan bo'lib, duch kelgan ma'naviy qiyinchiliklar ichida yengmak eng qiyin bo'lgani o'zini yengish hisoblanadi. Ya'ni boshqalarning bizga qanday baho berishi va qanday qarshidan bakrak, o'zimizning o'zimizga qanday qarshimiz va o'zimizning boshqalarning o'zimizga bo'lgan salbiy bahosiga bo'lgan his tuyg'imiz ustidan g'olib kelishimizdir. Nurg'un insonlar ruhiy jihatda boshqalarni emas, o'zini yengolmagani va o'zi ustidan g'olib kelolmagani uchun o'zining qalbidagi o'ziga bo'lgan tonishidan bakrak, boshqalarning o'ziga bergan bahosiga e'tibor beradi. Boshqalar salbiy baho berganda osonli ranjiydi, ko'ngli yerim bo'ladi va tushkunlashadi. Boshqalar ijobiy baho berganda va yoki maqtaganda osonli xush bo'lib, laylab qoladi. Amaliyotda nurg'un kishilar insonlarga baho berganda ularning kelgusida erishadigan natijasiga qarab emas, balki hozir qo'lga keltirgan natijasiga qarab baho beradi. Shunga agar yetmoqchi bo'lgan nishon aniq bo'lsa, millatga foydali ish bo'lsa, oldiga qarab mengish kerak. Amerikalik dangliq rag'batlantirish nutq so'zlagichi Tony Gaskins mundaq degan ekan: Yolg'iz yurishga hozir bo'ling. Chunki siz bilan yo'lga chiqqan ko'plagan insonlar siz bilan oxirgacha yurishini atayin. Nishon aniq bo'lsa, niyat durust bo'lsa, qo'lga keltirgan natija xalqimizga jumladan salbiy fikr bergan va hujum qilganlarga nisbatan eng kuchli javobdir. Boshqalarning bizga salbiy ta'sir ko'rsatishiga va yoki qilgan ishimizdan voz kechtirishga fursat yaratib bermasligimiz kerak. Albatta men bu yerda boshqalarning fikriga quloq solmaslik kerak demoqchi emasman. Boshqalarning fikriga quloq solganda eng muhimi ularning samimiyatiga qarshimiz kerak.
samimiy tanqidlarni qabul qilishimiz kerak. İnsanның mahiyeti şəxsiyyətçi boludu. Şuna insan əvvəl özünü oylaydı. İnsanlarni hərəkətə keltirishdə ən mühim rol oynaydigan amil hərgiz başqalar bolmasdan, bəlkə insanның özünün şəxsi ehtiyacıdır. İnsanның ehtiyacı degəndə asaslıqı insanның maddi və mənəvi ehtiyacları көзді tutulduğan болып, o insanның yaşaş üçün zörür bolğan maddi ehtiyac, bexatarlik ehtiyacı, ruhi ehtiyac və ən yuqur dərəcəlik özünü qanaatləndiriş ehtiyacıdan ibarət bir neçə türlük ehtiyacını öz içigə aladı. İnsanның maddi ehtiyacının çeki boludu. Biroq insonning ma'naviy ehtiyojining cheki bo'lmaydi. Maddiy ehtiyojdan oshgan har qanday moddiy boylik amaliyotda insonning ma'naviy ehtiyoji uchundir. Inson qilmoqchi bo'lgan har qanday ishni faqat o'z manfaatiga bevosita bog'laganda, ondan eng zo'r harakatlantirgich kuchga ega bo'lib, qilmoqchi bo'lgan ishni eng yaxshi qila oladi. Ba'zilar bir millatga yoki bir davlatga bosh bo'lib, o'z iqtidorini eng yuqori darajada namoyon qilish orqali o'zini qanoatlantirish ehtiyojini qondirgan bo'lsa, yana ba'zilar dangliq, olim, doktor, tijoratchi, artist bo'lib, natija yaratish orqali o'zini qanoatlantirish ehtiyojini qondirdi. Albatta, men bu yerda insonning mohiyati shaxsiyatchi bo'ladi deyish orqali insonlarning o'z xalqi, millati va vatani uchun fidokorlik ko'rsatadigan, insoniyatga manfaat yetkazish uchun yaxshi ishlarni qiladigan oliyjanob ro'yini inkor qilmoqchi emasman. Men faqat o'z ro'yining insonda bo'ladigan ma'naviy ehtiyoj tufaylidan bo'ladiganligini ta'kidlamoqchiman. Masalan, dunyoda saxovatlik bilan o'chmas nomlarni qoldirgan nurg'unlagan shaxslar o'zlari qilgan saxovatlik ishlar tufaylidan ma'naviy jihatda eng cho'ng xushalliqqa va qanoatga erishgan. Ya'ni ular o saxovatlik ishlarni boshqalarga ko'z qilish uchun emas, balki o'z roziligi va xushalliqi bilan o'z ko'nglidan chiqarib qilgan. Yoki ular shu saxovatlik ishlarni o'zining xushalligi deb bilgan va shunday qilish orqali eng zo'r ma'naviy oziqqa erishgan. Ular qilgan ishini o'z roziligi bilan ko'nglidan chiqarib qilganligi uchun boshqalardan bir narsa kutmagan. Boshqalarmo chin ko'nglidan chiqarib ularga cheksiz hurmatlar ato qilgan va ularni mangu yod etgan. Allah hammamizni barobar yaratgan. Mas'uliyat yolg'iz da'vo qilayotganlarga mansub bo'lib qolmasdan, balki hammamizning o'zimizga tushliq mas'uliyatimiz va vijdoniy burchimiz bor. Amerika prezidenti Abraham Lincoln mundaq degan ekan: "Sen bugundan qochish orqali atidagi mas'uliyatingdan qutula olmaysan." Biz bir ish qilsak, boshqalar uchun emas, balki o'z mas'uliyatimiz va o'z vijdoniy burchimizni ado qilish uchun qilamiz. Ham uning javobini boshqalarga va yoki ismi jismi yo'q insonlarga emas, balki avval o'z vijdonimizga, Allohga, ondan biz so'ygan va bizni so'ygan insonlarga beramiz.
Şuna bizning ismi cismi yo'q insonlarning ijtimoiy taraqqiyotda yozgan har xil salbiy uchurlari, bo'xtonlari va hujumlari uchun ranjishimizning, ko'nglimizni yerim qilishimizning, ularga tushuncha berib yoki ularga qarshi inkoslarni yezib vaqtimizni isrof qilishimizning hech qanday hojati yo'q. Albatta biz inson bo'lg'achqa hissiyotimiz bor, ko'nglimizga keladi. Biroq biz bir ish qilaman deb o'ttirg'i chiqqan ekanmiz. Oldi bilan o'zimizni yengalaydigan bir kuch va jasorat bo'lish kerak. Bo'lmasa, dushman maqsadga yetgan bo'ladi. Biz vatan davosidan iborat bu buyuk ishqa texi toza hozir bo'lmagan bo'lamiz. Biz bir ish qilganda, mayli u qandaq ish bo'lishidan qat'iy nazar, biz davomliq uni millat uchun, vatan uchun va yoki boshqalar uchun deb bak ta'kidlab ketishimizning hojati yo'q. Chunki millatmi bizning, vatanmi bizning? O vatanda yashayotgan millat bizning urug' tuqqanlarimizdan tarkib topgan. Ular uchun bir ish qilganlik, amaliyotda o'zimiz uchun bir ish qilganlik. O'z vijdoniy burchimizni ado qilganlik. Biz u orqali o'zimizning ko'nglini rohatlantiramiz. O'zimizning ma'naviy ehtiyojimizni qondira olamiz. Agar biz qilgan ishimizni va ko'rsatayotgan fidokorligimizni o'z mas'uliyatimiz va vijdoniy burchimizni ado qilish uchun qildik deb qarasak, u chaqda biz o'zimiz xohlab qilgan ishimiz va ko'rsatgan fidokorliklarimiz uchun aldirab boshqalardan bir narsa kutmaymiz va aldirab boshqalardan ranjimaymiz. Albatta, hammamiz inson bo'lg'achqa qilgan ishimizni va ko'rsatgan fidokorliklarimizning boshqalar tarafidan e'tirof qilinishini va boshqalar tarafidan hurmatlanishini umid qilamiz. Lekin biz shuni unutib qolmasligimiz kerakki, biz boshqalardan ranjish, xafa bo'lish, qilgan ishimizni har kuni necha qatim ta'kidlash va yoki boshqalarni zo'rlash orqali ularning hurmatiga va e'tirof qilishiga erisholmaymiz. Biz faqatla o'zimizning go'zal axloq fazilatimiz va so'z harakatimiz orqali boshqalarga ta'sir ko'rsatalaymiz. O'zimizning amaliy natijalarimiz orqali boshqalarning hurmati va e'tirof qilishiga sazovar bo'la olamiz. Har birimiz ham o'zimizga, ham biz tava bo'lgan ijtimoiy chambarakka tava. Inson oldi bilan o'zini rozi qilgandan keyin ondan atrofidagilarni va boshqalarni rozi qila oladi. O'zini rozi qila olmagan inson hargiz boshqalarni rozi qila olmaydi. O'zini xush qila olmagan inson hargiz boshqalarni xush qila olmaydi. Biz bu nuqtani to'liq to'nib yetishimiz, atrofimizdagilarga aktiv energiya, xushalliq va umid ato qilish uchun oldi bilan o'zimiz cho'qim aktiv, xushal va umidvor bo'lishimiz kerak. Tugidi. 2019-yil 12 oyning 8-kuni. New York.